Demak, mana ekranni ulashdik. Xo'p, qarang. Bir so'zning boshqa bir so'zga bog'lanishi ikki xil usulda amalga oshiriladi. Birinchisi teng bog'lanish, ikkinchisi tobe bog'lanish. Xo'sh, teng bog'lanishda bir nomi bor yana. So'z qo'shilmasi deydi. Tobe bog'lanishni bir nomi esa so'z birikmasi. Demak, teng bog'lanish ikki xil usulda amalga oshadi. Sanash ohangi va teng bog'lovchilar. Mana shu ikkalasi teng bog'lanishni yuzaga keltiradi. Tobe bog'lanish ham ikki xil usulda amalga oshadi. Tobelanish ohangi kelishik qo'shimchalari va ko'makchilar. Ana endi teng bog'lanish. So'z qo'shilmasi haqida birinchi gaplashib olamiz siz bilan. Demak, so'z qo'shilmasi deb nimaga aytiladi? Sanash ohangi va teng bog'lanish yordamida bog'langan so'zlarda yokida gaplarda teng munosabat bo'ladi. Ya'ni ular biri ikkinchisiga bo'ysunmasdan teng holatda aloqaga kirishadi. Masalan, xo'p, ha, Sardor, Anvar, Sarvar bizning uyga mehmon bo'lib keldi. Ushbu gapda bu gapda e'tibor bering. Sardor Anvar degan bitta teng bog'lanish bor va Anvar Sarvar degan bitta teng bog'lanish bor. Demak, ushbu gapda so'z qo'shilmasi soni nechta desa, ikkita deb olasiz. Sardor Anvarni bitta deb olasiz, Anvar Sardorni yana bitta deb olasiz. Xullaski, uyushiq bo'laklarda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan bitta narsa bor. Uyushiq bo'laklar har doim sanash ohangi bilan bog'lanadi va bu teng bog'lanishga misol bo'ladi. Uyushiq bo'laklar vergul bilan sanaladi. Uyushiq bo'laklar orasida nechta vergul qo'yilgan bo'lsa, demak u yerda so'z qo'shilmasi soni o'shancha bo'ladi. Mana bu yerda hozir ikkita vergul borligi uchun so'z qo'shilmalar soni ham ikkita bo'lyapti. Agar to'rtta vergul bo'lsa, so'z qo'shilmalar soni ham to'rtta bo'ladi. Ana endi teng bog'lovchilar qanday bog'laydi? Masalan, u yerda biriktiruv bog'lovchilari bor, uyushiq bo'laklarni bog'laydi. Masalan, qarang. Opam va men buvimni ko'rgani bordik. Mana bu yerda
opam va men birikmasi teng bog'lanishga misol bo'ladi. Yo sen, yo men bugun bu kurashda g'olib bo'lamiz. Mana bu yerda yo sen, yo men birikmasi so'z qo'shilmasiga misol bo'ladi. Biriktiruv bu yerda haligi teng bog'lovchilar gapni teng munosabatda bog'lashi ham mumkin yokida bo'lmasa uyushki bo'laklarini teng munosabatda bog'lashi ham mumkin. Balkida zidlash munosabatida bog'laydi. Ishqilib biri ikkinchisiga tobelanmaganligi uchun to'liq hamma teng bog'lovchilarni demak siz teng bog'lanishga misol deb olaverasiz. Gaplar orasida teng bog'lanish bo'lishi ham mumkin. Masalan, qarang. Hmm. Bugungi o'yinga na Akbar keldi, na men bordim. Mana bu yerda bog'langan qo'shma gapga misol bu. Qarang, bu yerda birorta uyushq bo'lak yo'q. E'tibor bering, birorta uyushq bo'lak yo'q. Lekin nana teng bog'lovchisi bor. Nana teng bog'lovchisi bo'lganligi uchun ushbu gapda so'z qo'shilmalari soni nechta? Ushbu gapda teng bog'lanishlar soni nechta degan paytda bitta deb olib ketasiz. Aslida bu yerda uyushq bo'lak yo'q. Bunday qarasangiz, teng bog'lanish yo'qday tuyuladi. Lekin baribir siz bitta deb olib ketaverasiz buni. Butun gap bir sodda gap boshqa sodda gapga teng munosabatda bog'langanligi uchun butun gap bu yerda teng bog'lanishga misol bo'ladi. Ana endi tobe bog'lanish. Tobe bog'lanish eng birinchi sanash ohangi yordamida bog'lanadi. Bir so'z boshqa so'zga uzr, sanash debman, tobelanish ohangida. Bir so'z boshqa so'zga tobelanish ohangi bilan bog'lanishi, demak bu tobe bog'lanishga misol bo'ladi. Masalan, chiroyli bino, yaxshi qiz. E'tibor berishingiz kerak bo'lgan bir narsa bor, men qoraytirib yozib qo'yaman. Bino, chiroyli, qiz, yaxshi birikmasi gap hisoblanadi. So'z birikmasi emas. Nima deganim? Chiroyli bino, yaxshi qiz desangiz, demak bu sanash ohangi bilan tobelanish ohangi bilan bir-biriga bog'lanyapti. Bu yerda chiroyli so'zi tobe so'z hisoblanadi, bino so'zi esa hokim so'z hisoblanadi. Chiroyli so'zi bino so'zini izohlab kelyapti va bu ikkalasi birikkan holatda umumiy bir tushunchani izohlayapti. Bu yerda hukm yo'q, shunchaki binoning chiroyliligi haqida, qizning yaxshiligi haqida bir tushuncha beryapti. Lekin chiroyli bino demasdan bino chiroyli desa, yaxshi qiz demasdan qiz yaxshi desa, mana bu yerda binoning chiroyliligi haqida, qizning yaxshiligi haqida bir hukm paydo bo'lib qoladi. Va bu paydo bo'lgan hukm natijasida so'z birikmasi o'z-o'zidan, diqqat qiling, so'z birikmasi o'z-o'zidan gapga aylanib ketib qoladi. So'z birikmasi berilgan qatorni toping degan paytda juda ko'pchiligingiz mana shu narsaga e'tibor bermasdan ketasiz. Ana endi qarang, bu so'z birikmasi hosil bo'lishining birinchi nimasi, belgisi bu tobelanish ohangi. Ikkinchi belgisi esa kelishik qo'shimchalari. Masalan, ni bor tushum kelishiga.
ning bor qaratqich kelishiga, ga bor jo'nalish kelishiga, da bor o'rinpayt kelishiga, dan bor chiqish kelishiga. Mana shu kelish shakllari beshalasi ham demak so'z birikmasini hosil qilishda sabab bo'ladi. Masalan, qarang. Kitobni o'qimoq. Diqqat qiling, mana bu yerda yana mening qora bilan yozib ketaman. Kitobni o'qidi. So'z birikmasi emas. Bu gap hisoblanadi. Nima degani bu? Mana bu yerda qarang. Kitobni o'qimoq, moq nol shaklda kelyapti. O'sha uchun hukm yo'q-da. Agar moq nol shaklda bo'lmasdan kitobni o'qidi bu zamon shaxson mayl shaklini berib qo'ysa, mana bu yerda hukm paydo bo'lib qoladi va o'z-o'zidan bu gapga aylanib ketib qoladi va gap so'z birikmasi bo'la olmaydi. Gap katta bir tushuncha, katta bir yangilik, bu yerda hukm bor. Lekin mana bu yerda kitobni o'qimoq nol shaklda berilgan desa, shunchaki harakat bajarilishi haqida sizda bir tushuncha uyg'otadi. O'sha uchungina siz buni so'z birikmasi deb ola olasiz. So'z birikmasi berilgan qatorni top degan paytda gap bilan so'z birikmasini farqiga bormasangiz, ancha yoqilasiz. Opamning dugonasi. Maktabga bormoq. Maktabda o'qimoq. Maktabdan kelmoq. Mana shular. Mana bu yerda kitobni o'qimoq birikmasida kitob so'zini o'qimoq so'zi bilan bog'lab turgan hukm kelishigi hisoblanadi. Opamning dugonasi birikmasida esa qaratqich kelishigi bilan egalik qo'shimchasi opam so'zini dugonasi so'ziga bog'lab qo'yibdi. Maktabga bormoq birligida esa jo'nalish kelishiga, maktabda o'qimoq birligi, maktabdan kelmoq birligida esa o'rinpayt kelishigi bilan chiqish kelishiga maktab so'zini o'qimoq so'zi bilan yoki kelmoq so'zi bilan bog'lab turibmiz. Mana shunday hosil qilinadi so'z birikmasi. Mana endi so'z birikmasini hosil qilishni o'rgandik. Tobelanish ohangi bilan hosil qilinar ekan, kelishish qo'shimchalari bilan hosil qilinar ekan va ko'makchilar bilan ham hosil qilinadi. Masalan, dadasi uchun olmoq. Dadasi bilan dadasi bilan kelmoq va hokazo. Mana bu yerdagi dadasi olmoq bo'lib qolardi agar ko'makchi bo'lmasa yoki dadasi kelmoq bo'lib qolardi. Aynan shu dadasi so'zini olmoq so'zi bilan yokida kelmoq so'zi bilan mantiqan bog'layotgan, mazmunan bog'layotgan hamda dadasi so'zini olmoq yoki kelmoq fe'llariga tobelantirayotgan birlik bu yerda ko'makchi uchun hamda bilan ko'makchilari hisoblanadi. Demak, so'z birikmasi mana shunaqa usulda hosil qilinadi. Ana endi so'z birikmasining tarkibiy qismi haqida gaplashamiz. So'z birikmasining tarkibiy qismi qanday bo'ladi? Xo'p, chiroyli qiz birligiga diqqat qiling. Chiroyli qiz birligi ikki qismdan iborat. Birinchi qism tobe so'z deyiladi. Bu yerda tobe so'z chiroyli so'zi. Ikkinchi qism esa hokim so'z deyiladi. Bu yerda hokim so'z qiz so'zi. Umumiy hisobda bilishingiz kerak bo'lgan bir narsa bor. So'z birikmasida har doim birinchi bo'lib keladigan qism tobe qism, ikkinchi bo'lib keladigan qism esa hokim qism deyiladi. Qaytaraman. Birinchi bo'lib keladigan qism tobe qism, ikkinchi bo'lib keladigan qism esa hokim qism deyiladi. Bir so'zni boshqa bir so'zga tobelanish ohangida bog'langan aloqani topdingizmi? Bitta so'zning boshqa so'zga tobelanishini ko'rdingizmi? Demak, u yerda bilingki, birinchi so'z hokim so'z, ikkinchi so'z esa
birinchi so'z tobe so'z, ikkinchi so'z esa hokim so'z bo'lib keladi. Har doim tobe so'z hokim so'zga tobelanadi. Hokim so'z tobe so'zga tobelanmaydi hech qachon. Mana bu yerda diqqat qilasiz, dadasi bilan kelmoq birligida dadasi bilan hokim so'z, tobe so'z, dadasi uchun olmoq birligida dadasi uchun bu yerda tobe so'z. Kelmoq, olmoq birliklari esa hokim so'z. Har doim ko'makchilarni tobe so'zga qo'shib yuborasiz. Chunki ko'makchilar mavzusida biz siz bilan o'qigan edik. Ko'makchilar o'zidan bitta oldingi so'z bilan bir so'roqqa javob oladi. O'sha uchun o'zidan bitta oldingi so'z bilan bir so'roqqa javob bo'lganligi uchun mana shu tobe so'zning birligi, tobe so'zning uzvi, bir qismi deb olib ketasiz ko'makchilar. Kelish qo'shimchalarida muammo yo'q. Faqat tobe qismga qo'shiladi. Mana bu yerda egaligim bor. Endi u boshqa masala. Uni Xudo xohlasa gaplashamiz pastroqda. Demak, tobe so'z bilan hokim so'zdan so'z birikmasi tashkil topgan bo'ladi. Bu birinchi narsa. Ana endi qarang. So'z birikmasini turi bor. Ikkita turi bor. Birinchisi xo'sh. Fe'lli birikma. Ikkinchisi esa otli birikma. Fe'lli birikma nima? Otli birikma nima? Qarang. Mana bu ikkalasi hokim so'zga qarab aniqlanadi.